Aktyor Saveli Kramarov bir umr saratondan o'lishdan qo'rqib yashadi. Saveli 1934-yilda Moskvada tug'ilgan va uning bolaligi juda og'ir o'tgan. 1938-yilda Savelining otasi hibsga olinadi. Savelining o'ziga esa uning otasi frontda ekanligini aytishadi, lekin uning otasi esa surgunda vafot etadi. Ko'p o'tmay aktyorning onasining ahvoli og'irlashadi. Tekshirishlar natijasiga ko'ra esa uning onasida saraton kasalligi aniqlanadi va u tez orada vafot etadi. Aktyor 16 yoshda ham otasidan ham onasidan ayrilgan edi. Ota-onasining vafot etishi aktyorning dunyoqarashiga va uning hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Saveli yoshligidan aktyor bo'lishga qiziqardi, ammo uni teatr institutiga qabul qilishmaydi va u o'rmon xo'jaligi institutiga o'qishga kiradi. Ammo u juda qat'iyatli edi. U kinostudiyalarga tinmasdan o'zini suratini yuborardi va har qanday sinovga rozi bo'lardi. U Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi va omadli jentelmenlar Gentlemen Udachi filmida Kasoy rolini o'ynab juda katta shuhratga erishadi. Uni epizodlar qiroli deb atashardi. U bosh rollarni o'ynamasa-da, filmlarda bosh rollarni o'ynagan aktyorlarni ortda qoldirib ketardi. Hayotda u umuman boshqacha inson edi. U ekran ortidagi bezori emas, og'ir bosiq, kam gap va tartibli inson edi. 1974-yilda unga xizmat ko'rsatgan artist unvonini beradi, ammo birozdan keyin uning karyerasida pasayish boshlanadi va uni filmlarga umuman chaqirmay qo'yishadi. U chet elga chiqib ketmoqchi bo'ladi, ammo rad javobini oladi. Ish yo'q, kelajak yo'q. Saveli umidsizlikka tushib qoladi. 1981-yil u AQSh prezidenti Ronald Reyganga ochiq xat yozadi. Xatning nomi esa bir artistdan boshqa artistga deb nomlanadi. Xat juda katta shov-shuv ko'taradi va shu tariqa Saveli Kramarovga AQShga chiqib ketishga ruxsat beriladi va Saveli Kramarov AQShga butunlay ko'chib ketadi. Onasi saraton kasalligiga chalinib vafot etgandan keyin Saveli Kramarovda men ham qachondir saratonga chalinib vafot etishim mumkin degan qo'rquv paydo bo'ladi. U saraton kasalligiga chalinmaslik uchun go'sht va go'shtli mahsulotlardan butunlay voz kechadi va vegetarianga aylanadi. Sport bilan muntazam ravishda shug'ullanadi. Spirtli va tamaki mahsulotlardan voz kechadi. Davolovchi ochlik amaliyotlarini bajaradi. U 120 yoshga to'lmoqchi edi. U muntazam ravishda dieta qilardi va sog'lom turmush tarzini olib borardi. U saraton kasalligidan qo'rqardi. Ammo taqdir hazilini qarangki, 1990-yil boshlarida Saveli Kramarovga saraton tashxisi qo'yiladi. U davolanishni boshlaydi, ammo kasallik asorat beradi va u insultga chalinadi. Aktyorning organizmi bu sinovga bardosh bera olmaydi va 1995-yil 6-iyunda AQShda 60 yoshda vafot etadi. Aktyor hozir tirik bo'lganda u 91 yoshda bo'lardi. Millionlab odamlarni kuldirgan aktyor hayotini qo'rquv va yolg'izlikda o'tkazdi.